Ana, assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, azizlarim, mehribonlarim, jigarlarim, hormanglar, zo'rmisizlar? Endi bosh ketib qolgan, telefon kelyapti, taksi mayaqqa keldim, baqa keldim deb uzr, lekin sog'liklaringiz yaxshimi? Tilam qovushmay qoldi mana. Tilam aynalmay qolyapti. Oxirida nima deyishni bilmayman. Hormanglar ishlar bilan. Sog' salomat o'ynab, kulib ishlar yuribsizlarmi? Charchamanglar. Laklarni gumillatamiz, o'laysizlarga. Har sillat ishlaringizga omad. Hech qachon charchamanglar. Birlaringga 1000 bersin, minglaringga trillion bersin ilohim. G'isham badga urdi mana, g'isham badga uradi-da. Olib kelyapsizmi? Yo'qmi? Ha. 2 mashina olasizmi, 1 mashinami? 5 mashina olib kelsangiz ham olaveramiz, o'laysizga. Biz qaytmaymiz. 5 mashina bo'lsa ham ketamiz. Ketaveradi, farqi yo'q. Charchamasangiz bo'ldi. Robertlarni olib kelib qo'ying hozir. Robertlar ishlaydi, o'zi tushiradi. Ishonmaysizda, qo'limni urmayman mana g'ishga. Qomadimi g'ish? Qomadimi? Qomadi. Bo'pti. Davay, tezroq keling. Mana shundayda. Yurtdoshlar, gazini bosamiz mana. Sizlar ham gazini bosinglar, o'laysizlar. Bosinglar. Mana, olavam loy olib kelyapti endi. Oxiri loy qoldi o'ziga. Esiz moshin. Ha. O'zlariga savuninglarmi? Yashaylar. Bizga o'rgatinglar. Katolda ham chiqarib keladi bu. Ha? Katolda ham bersin. Katolda ham chiqarib keladi. Nechilar chiqdi dollar bu? Bilmadim. Baliq puli chiqsa bo'ladi. 17 kilomi deymiz. Ana uni ham, dimanni ham sitkalarni olasizlarmi? Yo'q. Ha, yo'qmi? Bog'lab qo'ysin bilan. Zaka qarang. Davay, g'isham kelyapti. Tezlashamiz. Necha mashinada o'kishi? 2 mashin. 2 mashin keladi, 1800 ta keladi yana. Mana montajlar ham bo'lyapti, aziz yurtdoshlar mana. Европейский montaj bo'lyapti. O'chiruvchi qayerda qo'yiladi dollar bu endi? Ko'chaga bo'laman. Shu yerdami? Ha. Yo'qqa qo'yamiz, ucha chiqdi. Gaz bitta yoqqa bo'ladi endi ko'ramiz-da. Nima bo'lyapti? Elektrik. Bitta chiqdi, tomonga ham, bu tomonga ham. Ana shu bo'layotgan. Bitta gaz. Ha. Baliqqa bo'lyapti. Baliq yeymizmi buni? Voy, kishilik baliq. Kerak bo'ladi. 32 ming kerak. O'ylama tamommi? Bekti bosaveraymi? Davay, men chiqdim. Aska? Yo'q, bir bakka hishkaylasini oldim bakka. Olinglar-da. Ha, g'ish olib bermasa, kimni olaydi? Chaqir. Agar g'ish olib bermasa, pul yo'q bugun. Ha. 99 mingni ishlashim kerak bugun. Hamro qalo qo'yib, qarab ko'raylik. Loy diyorlar-da. Qattiqmi? Yo'q, sitsin. Ha? Sitsin loy. Qum tugyapti Otabek aka. Tugar. Nima aytish kerak?
Keldingizmi? Beraymi qish? Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, o'zbek xalqi, musulmonlar, hammalaringiz yaxshi, sog' salomat yuribsizlarmi? Charchamasdan ishlab yuribsizlarmi? Uzoq yurtga yurgan musulmon xalqlarimizga hammasiga sog'lik, omonlik tilayman. Charchamasdan ishlab yurishsin. Ona otasini baxtiga, farzandlarini baxtiga hammasi sog' omon bo'lib yurishsin. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga erishsin. Nima deyman yana? Uylanmaganlar uylansin, farzandi yo'qlar, Xudoyim taolo farzand ato etsin. Bemorlarimizga Allohimdan shifo tilab so'rayman. Qo'shnilarimga ham hammasiga rahmat deyman. Kammi, ko'pmi, hammasi kelib bu narsalar qilib pishirib kelib berishyapti ustalarimizga. Keyin qo'shni xoladilar ham yanga bola, onam qatori ona, o'sha nevaralariga shifo tilaymiz. Hamma o'sha xolani ham nevarasiga duolar qilishlarini istayman. Duo qilishsa, xola ham xursand bo'ladi, nevarasi uchun mazasi yo'q ekan. Qo'shnilarimiz ham yaxshi, Xudoga shukr. Bizga ihson qilayotgan hammalaringizga rahmat deyman, kattadan katta. Bizga bergan bo'lsangiz sizlarga Alloh bersin. Xursandman hammalaringiz yordam qo'lini cho'zganlaringiz uchun. Hammalaringizga rahmat deyman. Ilohim, kim nima niyat qilgansa niyatiga erishsin. Farzandlarini baxtiga, ona otalarni baxtiga uylar qurishsin, mashinalar olishsin, bizga o'xshab to'ylar, tomoshalar ko'rishsin. Bizga bergan bo'lsangiz Alloh sizlarga bersin. Birlaringizga ming bersin. Hammalaringizga rahmat deyman. Sog' omon yuringlar. Amin. Alloh va rahmat kattaki hammalaringizni qo'llab-quvvatlab yurganlaringiz uchun. Abid bo'lyapti. Ha, sho'rva qilib beraman ustalarga. Sho'rva. Ro'xatlari, mana go'shtlari, hammasi bor ichiga. Yurtdoshlar, kelinglar qani. Sizlar ham yangiliklarni bir ko'rsatmasam kim ko'rsatadi? Ana. Montaj bo'ldi, xudo xolasa mana. Jichakkina qoldi moddoshjon. Hayır, o kursin tayyor. Bari endi bo'ladi. Mana bu o'tib kelyapti. Pashti bo'pti bu ham. Mana simlarni qaranglar mana. Ichkaridagi uy bo'ldi. Svetga mayda chuyda mana bu yerda ключатор. Mana o'tib ketgan simlar. Yevro remote ol. Mana. Montaj ham bitta bo'lyapti lekin buni qarang. Endi ikki etajli uyga yevro remont qilmasangiz bo'lmaydi-da. Mana. Bu ham bo'pti o'zi mana. Полностью tappa tayyor aziz do'stlar. Mana ki barchasi sizlarning yaxshiliklaringiz bilan, paddishkalaringiz bilan bo'lyapti yurtdoshlar. Mana ki hormanglar yana bir bor. G'isht ajoyib bo'ldi. Buni qarang. Bunaqasi hali bo'lmagan. Ko'rasizmi Sherkaka? Qand qattiqqa bo'lib uring degan Sherkaka. Zo'r keldi-a? Mana buni qarang. Bratga mana qilaylik-da. Hormang. Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Sog'lamiz-ku? Charchamaysiz? Qanday bo'ladi? Bo'ladi, yaxshi. Hormanglar. 1.800.000 beruvdik. Zo'rmisiz? Saningqa? Lekin zo'r g'ayrat ishlabsizlar. Buni oldini bekor tepib tashlabsizlar-da. G'isht qanday chiqarasiz? O'ttada. Bo'ladi arasida. Ship chiqadi. Qulaymikan shunday? Endi birdan to'ldirib ketaylik. 5.100.000. Olmishini qaytarasiz. Nechta bo'libdi shunga? 3-boshi. 2700 ta. 450.
ming shunday bo'ladi. 3.300 hozir. 3.300 qo'shilgan 1.800.000. Mana. To'g'rimi? Rahmat aka. Baraka toping. Yana aytamiz har. bo'ldi. Bugun kerakmasa? Ya bugun paket shart emas. Erta yomg'ir yog'ayganda. Yo'q buva. Yobur bobo. Resh. Ikki mashinada o'zingiz bilan ko'chaga chiqib turasizmi? Nima qilay? Olib kelsinmi qayerdan? Ya olib kelavering agar chiqargan bo'lsa. Ha, bo'ldi unday bo'lsa. Menga aytsangiz ham bo'ladi shuni. Yo'q, endi 3 ga aytavering. Ha. Ko'chaga chiqarib turgansiz, biz ham tushunamiz. Bo'ldi, olib kelavering. Bugun bitta efir qilmasak bo'lmaydi, Oldirbo. Battle qilishimiz kerak. Bizda aziz do'stlar, havo zo'r bo'layapti-da, lekin shamolli havo bo'layapti. Shunga ko'zni ochib bo'lmayapti. O'zi ko'zim